Farg'ona Murvat nogironlik bo'lgan bolalar uchun internat uyida katta shodiyona. Sportning bo'yicha turi bo'yicha o'tkazilgan O'zbekiston Kubogida faxrli birinchi, ikkinchi o'rinlarni qo'lga kiritgan maskan tarbiyalanuvchilari hamda ularning ustozlari uchun bayram tadbiri tashkil etildi. Hasanboy Hayitboyev 17 yoshda imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan sportga bo'lgan ishtiyoqi, qiziqishi sababli oliy o'rinlarni egallab, ishonch bildirgan ustozlari yuzini yorug' qildi. Bo'yicha musobaqasi bo'yicha birinchi o'rinni oldim. Yaratgan irodasi bilan. Zo'r o'yinlar bo'ldi, mazza qildim. O'zim ham bundan juda ham xursandman. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, bundan ham zo'rga qatnashamiz inshaalloh. G'olib bo'laman. O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'taraman. Musobaqa g'oliblari, ularning ustozlari sahnaga taklif etilib, tadbir qahramonlariga muassasaning tashakkurnomalari topshirildi. Ularga mashaqqatli mehnatlari uchun minnatdorchilik bildirildi. Bu kabi musobaqalardan maqsad tarbiyalanuvchilarning jamiyat hayotiga faol jalb qilish, ularni o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, har bir bolaning ichki salohiyatini aniqlash va rag'batlantirishdir. Asosiysi esa nogiron bolalarga ham sog'lom tengdoshlaridek jamiyat hayotida ishtirok etish imkoniyatini taqdim qilish orqali adolatli muhitni shakllantirishdir. Garchi imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan o'zlarini shijoat va g'ayrati bilan mana shu musobaqada o'zlarini o'rnilarini ko'rsatib berishdi va viloyatni sha'nini, qolaversa adaptiv sport turiga bo'lgan o'zlarini ishtiyoqlarini yanada ko'rsatib berishdi. Bundan keyin ham bu sportni yanada rivojlantirish va bunga bo'lgan ishtiyoqlarini xodimlar va mana shu uyning tarbiyalanuvchilari o'rtasida keng ko'lamli ravishda targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borishga biz murabbiylar ham astoydil harakat qilamiz. Maqsadimiz ushbu sportni yanada rivojlantirish va butun dunyoga mana shunday imkoniyati cheklangan yoshlarni shijoat va g'ayratlarini yanada ko'rsatib berish. Bayram tadbiri internat uyining tarbiyalanuvchilari o'rtasidagi sport musobaqalariga ulanib ketdi. O'tkazilgan musobaqada barcha birdek ko'tarinki ruhda faol bo'ldilar.